3 xona 23 ming dollar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan 3 bolalar. To'g'ri eshitdinglar. Bu faqat boshlang'ich to'lov. Uyi polnosenniy narxi undan ham zo'r. 54 ming dollar bo'lyapti. 16 qavatli binoni 16-qavatda 3 xona 70 kvadrat metr, ikkita sanuzel. Holati yaxshi, kirib yashashga tayyor. Xullas, manzil keladigan bo'lsa, Sergeli Xonobodda metro 12-bekat bo'lyapti. Uyimiz ikki xil tartibda sotiladi. Xohlang naqdga 54 ming dollarga oling. Xohlang kredit davom ettirish tartibi bilan. Ya'ni 23 ming dollar berib turib, 31 ming dollar bank kreditini davom ettiring, oylik to'lov 5 million 400 mingdan uyi ko'ramiz. Xo'p, kirib olgan bo'lsa, kiraverishda o'ng qo'limizda sanuzel. Eslatib o'tamiz, bu xonadonimizda ikkita sanuzel bo'ladi. Bitta общий, ikkinchisi kattalar yotoqxonasida bo'tmana kattalar yotoqxonasi. Ichkarida yana bitta sanuzel. Tashqarida visyachi balkoni bor. Uyimizning holati yaxshi. Bo'tmana gostinniy, mehmonxona deydi. Xo'p, oynalar reshotka qilingan. Shamol aylanishi yaxshi. Bu kuxnya. Televizor bilan xolodilnik o'zini joyida qovatda. Va bolalar yotoqxonasi. Xullas 3 xona 70 kvadrat metr, holati yaxshi. Naqdga olinglar, xohlaylar 54 ming dollarga. Xohlaylar kredit davom ettirish tartibi bilan, ya'ni boshlang'ich 23 ming dollar berib, 31 ming dollar bank kreditini davom ettirasiz. Oylik to'lov 5 million 400 mingdan. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan 3 bolalar. Hammaga rahmat.